Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Kirish. Davr, ijodkor va adabiyot munosabati. Dars davomida badiiy matnga xos xususiyatlarni yodga olamiz. Davr, ijodkor va adabiyot munosabati haqida bilib olamiz. Eslang. Badiiy matnning o'ziga xos xususiyatlari nimada? Badiiy matn boshqa turdagi, masalan, ilmiy-ommabop, axborot matnlardan qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Badiiy adabiyot hayotning inikosi tasviri, aksidir. Har bir ijodkor o'zi yashagan davr voqealarini, uni o'ylantirgan, quvontirgan, qayg'uga solgan voqea-hodisalarni badiiy obrazlar vositasida qayta yaratadi. Masalan, siz 7-sinf adabiyot darsligida mutolaa qilgan Anton Chexovning Xameleon hikoyasidagi Ochumelov, uning yordamchisi, boshqalarga mo'ltirab qarab turgan it bularning hammasi obrazlardir. Chunki muallif mazkur obrazlar orqali o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki eshitgan hayotiy voqealarni ta'sirchan qilib qayta yaratadi. Ijodkor asarida uning orzu-intilishlari, ideallari, armonlari, uzoq asrlardan beri yashab kelayotgan milliy qadriyatlar akslanadi. Sizga tanish Mehrobdan Chayon, Aqodiriy, O'gri, Qahhor, Rahmat sizga, Xonim Ilxyuz kabi o'zbek va jahon adabiyoti namunalarida ham har bir ijodkor o'zi yashagan davr muhiti, muammolari, millat dardi, orzu-umidlari, erk, ozodlik kabi yuksak tushunchalar haqida hikoya qilgan. Yuqorida qayd etilgan asarlarda qanday voqealar qalamga olingan edi? Sizningcha, ularda hayotning qaysi qirralari aks ettirilgan? Muallif biror obraz yaratishda ko'pchilik ilgamaydigan, ahamiyatsiz ko'rinadigan detallarga, o'ziga xos jihatlarga e'tibor qaratadi va sifatlash, o'xshatish, jonlantirish, mubolaga singari badiiy tasvir vositalari yordamida kitobxonning his-tuyg'ulariga ta'sir qilib, uni o'ylantiradi, quvontiradi, yig'latadi va hatto kuldiradi. Masalan, siz va biz uchun asfalt yo'lda giyohning o'sib chiqishi oddiy holat bo'lib ko'rinishi mumkin. Biroq Saida Zunnuni va biz quyi sinflarda mutolaa qilgan bir she'rida giyohning qiyinchiliklarni yengib o'tganiga urg'u beradi. Uni jonlantiradi va obraz darajasiga ko'taradi. Yoki kuz tasviri oddiy kishilar uchun shunchaki tabiat hodisasi, ijodkor esa unga ramziy ma'no yuklab, obrazlilik asosida go'zal she'r yaratadi. Kuz suvotlari tola irmoqni muzdek qilib qo'ydi sunbula. Yel tortqilab barqut yaproqning yuragiga soldi gulgula. Ko'kda yana oppoq turnalar, argimchoqlar solib uchishdi. Biz maktabga chopdik tillarang, terakzorlar yiglashga tushdi. Muhammad Yusuf. Bu she'rda shoir sifatlash, barqut yaproq, tillarang terakzorlar, jonlantirish, yaproqning yuragiga gulgula soldi, terakzorlar yiglashga tushdi, o'xshatish, arginchoqlar solib uchishdi kabi badiiy tasvir vositalaridan foydalanib, sokin kuz manzarasini o'ziga xos tarzda tasvirlagan va tabiat tasvirining inson umriga uyg'unligi aks ettirilgan. Modomiki ijodkor voqelikni o'z his-tuyg'ulari, kechinmalari, dunyoqarashi va ideallari prizmasidan o'tkazib tasvirlar ekan, bir voqea hodisa yoki muhim shaxsga turli ijodkorlarning turlicha munosabat bildirishi tabiiy holdir. Chunki ayni bir voqelik har bir insonda har xil tuyg'ularni uyg'otadi. Yanada aniqroq aytganda, ijodkor voqelikni ko'z bilan emas, balki qalb bilan ko'ruvchi insondir. Masalan, kimdir kuzda daraxtlarning zargaldoq ranglarga burkanishini ko'rib zavqlansa, boshqa birov uchun xazonrezgi umrning yana bir bahoridan ayrilish belgisi sifatida qayg'uga sabab bo'ladi. 1960-yillarda fan va texnologiya jadal sur'atlarda rivojlandi. Ayniqsa, kosmik tadqiqotlar hamda kompyuter texnologiyalari sohalarida katta o'sish ro'y berdi. Bu davrda Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin insoniyat tarixida birinchi bo'lib koinotga parvoz qilgan bo'lsa, amerikalik astronavt Neil Armstrong Oyga qadam qo'ygan ilk inson sifatida tarixga kirdi. Ushbu ulkan tarixiy voqealar ikki o'zbek ijodkori tomonidan turlicha mazmunda badiiy ifoda etilgan. Juftlikda ishlang. 20-asr o'zbek adabiyotining ikki zabardast vakili qalamiga mansub she'rlarni o'qing. Bir tarixiy davrda yaratilgan ikki she'r mualliflarining insoniyat buguni va kelajagi borasidagi qarashlari, kechinmalari qay jihatdan o'xshash va qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Qaysi obrazlar she'rlarning ta'sirchanligini oshirgan? Berilgan parchalarning o'xshash va farqli jihatlari aks ettirilgan Venn diagrammasini tuzing. Asrimiz odami. Mening ko'z o'ngimda jonlanar tarix. Gamlardan toqilgan shu kohna olam. Asrlar birma-bir o'tar va axir
Yuksalar qarshimda eng baxtli odam. Yuksalaru shu dam chopar, urinar. Talpinar qaygadir bilmasdan tinib. Baxtining yonida gami korinar. Gami korinadi baxtida uning. U nima istaydi? Shonu shavkatmi? Yulduzlardan baland, kundan purziyor. U nima istaydi? Tengsiz qudratmi? Oyog'i ostida yotsinmi dunyo? U nima istaydi? Balki istagi uning tegrasida aylansin olam. O do'stim, savolning yoqtir kerak. U istaydi buning hammasini ham. Odamlar otdilar bir vaqt, bir zamon, otdilar eng oddiy baxtdan ham yiroq. Yagona orzusi edi parcha non, eng buyuk armoni ozod yashamoq. Odamlar otdilar bir vaqt, bir zamon, ha yashab otdilar. Endi-chi, mana, o'zi bandi bo'lgan olam ustidan hokim bo'lmoqni u istar yagona. Abdulla Oripov 1964 yil. Inson. Sobitu sayyorada inson ozing. Mulki olam ichra bir xoqon ozing, sulton ozing. Sobit oz mavosda, sayyor fazo dunyosida. Koinot sahrosida karvon ozing, sarbon ozing. Shams, dil taftingdadur, sayyoralar kaftingdadur. Keng jahon zabtingdadur, bogbon ozing, posbon ozing. Qildingu oyda xirom, ham yerda qon to'kding harom. Ushbu holingdan mudom xandon ozing, giryon ozing. Marsga top otquchi, sen Zuhroni uyg'otquchi, sen. Uyquda qotquchi, sen uygon ozing. Mamlakatga mamlakat, millatga millat bo'lsa qasd. Qilguchi son oqibat armon ozing, afg'on ozing. Erkin Vohidov 1973 yil. Sobit, mustahkam. Mavo, manzil. Shams, quyosh. Xirom, chiroyli yurish. Giryon, yiglovchi. Oylab koring. Erkin Vohidov 1973 yil. Bir badiiy asarda davrga xos ijtimoiy-ma'naviy muammolar qanday ifodalanadi? 2. Adabiyot orqali o'tmishni o'rganish mumkinmi? Misollar bilan tushuntiring. Topshiriq. Agar men yozuvchi bo'lganimda. Mavzusida 5-7 gapdan iborat kichik matn yozing. Unda davr, ijodkor va adabiyot munosabatini aks ettiring.